Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Bolalarim omon bo'lsin, tanlari sihat qilsin, ilohim hammani shunday chiroyli to'ylarga yetkazsin, ilohim bolalarim iloh qo'shganim bilan qo'sha qilsin, ilohim. Xush kelibsizlar, qizlarim xush kelibsizlar. Rahmat. Menga kelin so'rang Xudodan ona atir gullar o'psin etaklaridan asta chiqib kelsin kulib har yana go'yo ming bir kecha ertaklaridan menga kelin so'rang Allohdan ona atir gullar o'psin etaklaridan asta chiqib kelsin kulib har yana go'yo ming bir kecha ertaklaridan menga kelin so'rang Xudodan ona yuzi o'zi yopgan non kabi qizil ko'ngli dunyodan keng asl janona qoshlari qop qora sochlari qizil menga kelin so'rang Allohdan ona yuzi o'zi yopgan non kabi qizil ko'ngli dunyodan keng asl janona
qoshlari qora, sochlari qizil. Menga kelin so'rang Xudodan ona, olam kulib tursin shahlo ko'zida. Har tong qoshingizga salomga chiqsin, xayollar gullasin bosgan izida. Menga kelin so'rang Allohdan ona, olam kulib tursin shahlo ko'zida. Yürüyorlar endi. Benim beşte. Yo'llarimga ko'zlari tutgan qiz, qo'llaringni tutgani keldim. Bu yerlardan juda ham olis, seni olib ketgani keldim. Yo'llarimga ko'zlari tutgan qiz, qo'llaringni tutgani keldim. Bu yerlardan juda ham olis, seni olib ketgani keldim. Necha yillar ishq zahrin yutib, necha sahro tog'laridan o'tib, ko'zlarimni ustida tutib, seni olib ketgani keldim.
seni olib ketgani keldim. Yamonlardan balodan saqlab, kokilingni bo'ynimga bog'lab, yamonlardan balodan saqlab, kokilingni bo'ynimga bog'lab, bir quchoq gul kabi quchoqlab, seni olib ketgani keldim. Hey malikam shahzoda o'zim, sensiz holi aftoda o'zim, sendek ko'ngli ozoda o'zim, seni olib ketgani keldim, seni olib ketgani keldim. Kun ko'rdim yorib olamda, har soniya yaraldi g'amdan. Bu yerlardan o'zimni hamda seni olib ketgani keldim. Bu yerlardan o'zimni hamda seni olib ketgani keldim, seni olib ketgani keldim. Endi seni sevib qoldim, tuzog'ingga tushib qoldim. Endi seni sevib qoldim, tuzog'ingga tushib qoldim. Hayollarim bog'lab olding, hayolimda hayollaring, hayollarim bog'lab Canım seni qo'llaringda, sevgim qaytib belginem diye. Canım seni qo'llaringda, sevgim qaytib berganim diye. Yo'llarimni bog'lab uyingga, eshiklaring yopmayin diye. Yo'llarimni bog'lab uyingga, eshiklaring yopmayin.
bilsene diye barlığımni tutay qo'lingga barliq birga bilsene diye endi seni sevib qoldim tuzog'ingga tushib qoldim endi seni sevib qoldim tuzog'ingga tushib qoldim hayollarim bog'lab qoldi hayolimda hayollaring to'xtat uylarga salom beryapsiz. Kelin salom.
Rahmat, albatta fayzli davramizga mana kuyov turamiz Sharifjon. Qolaversa kelin podshomiz Zirodxon birgalikda tashrif buyurishdilar. Hop, bolajonlar sashidroq ochib olasiz endi. Kuyovlarimizni oilaviy baxti uchun bitta chiroyli guldiroz qarsak urgan yoshlarimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin yoshlarga. Salomat bo'linglar mehmonlar. To'yimiz urf-odatlari albatta kelinimizni dugonlari bo'lmish qizlardan birontalarini taklif qilamiz. Xudo opalarimizni davramizga chaqirishib, albatta kelinimizni o'tirishlariga ruxsat berishadilar degan umiddamiz. Yuragida o'ti bor qizlar bormilar? Kelinglar, marhamat qizlar. Xudo xola chiqsangiz, kelin bo'lar sizniki. Oq patqa bersangiz, davra bo'lar bizniki. Rahmat. Demak, ikkala yoshlarimizni oq yuvib, oq tarashgan voliday muhtarama onajonlari shu bugundan e'tiboran qudachilikka imzo chekkan hurmatli xudo opalarimiz Olimaxon opamiz bilan birgalikda Saltanatxon opamizni davra to'g'risiga taklif etamiz. Farzandlariga atalgan bir chiroyli tilaklar bilan fayzli davramizni birgalikda boshlab berishadilar. Xudo opajonlar marhamat, davramiz to'g'risi albatta sizlar uchun birgalikda taklif etamiz. Olimaxon opa, xudayingizni birgalikda taklif qiling, marhamat, kelinglar. Opajon keling. Oling bor. Mehmon otangdek bo'ldi. Oldisidan bo'ladi, opa. Boshqa. Assalomu alaykum, masha. Bizning xonadonga kelgan aziz mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun biz farzandlarimiz Sharifjon hamda qizimiz Zirodxonlarni umrlarida birinchi marotaba va bir marotaba bo'lib qoladigan nikoh kechasini boshlab o'tiribmiz. Fursatdan foydalanib bolajonlarimga uzoq umr tilayman. Allohdan baxt tilayman, tillodan taxt tilayman. Doim baxtli hayot kechirishni Allohdan so'rab qolaman. Baxtli bo'linglar. Qizimiz o'tirib olasizlar ham yo'q endi. Saltanatxon opa o'rtaga turib olsa, beraqa. Oliy opa, beraqa turib ol, o'rtaga. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Shu tabarruk xonadonga yig'ilgan o'g'illarim, qizlarim, xush kelibsizlar. O'g'lim Sharifjon, qizim Zirodxon, iloyim qo'sha qariylar, baxtli bo'linglar, o'g'li juvoli bo'linglar. Mana shu xudojonimga bir dona yakka yolg'iz qizimni berdim. Kelinmas qiz bo'lsinlar iloyim. Qo'sha qarib, o'zikka qo'yib qo'ygandek bir-birlariga munosibsizlar. Iloyim uzoqdan suyuntirsin. Yanaga shukurlarga, beshi to'ylarga kelaylik. Hammalaringizni taklif qilaman. Xush kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Olimaxon opa yangi xudani davraga taklif qiling. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli qo'shiqlarimizni davom etamiz. Marhamat. Yaraman,
Marva akamizga, opamizga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kelin-kuyovlarga faqat degan maslahat tilayman. Baxtli bo'linglar. Barchasiz mehmonlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Baxtli bo'linglar kelin-kuyovlarimiz. Ketar yıllar, davru davronlar, o'tib ketar yoshlik, kelib zamonlar. O'tib ketar yillar, davru davronlar, o'tib ketar yoshlik, kelib zamonlar. Eslagan Allah bir yigit bor edi, umrini bergan. Yigit bor edi, ko'ngli bergan. Lekin bu hayat yerim ko'zga kelsa yosh, bir yigit bor edi, umrini bergan. Yigit bor edi, ko'ngli bergan. Lekin bu hayat yerim ko'zga kelsa yosh, bir yigit bor
qo'shiqlar bilan albatta aziz mehmonlarimizni ko'nglini olayotgan elimizda ardog'dagi iste'dodli san'atkor Boqiy Muhammad Umar. E'tiboringlar uchun rahmat azizlar. Bugungi mana shunday fayzli davramizni chiroyli qilib boshlab berishgan to'yboshi opajonlarimiz, Olimahon opamiz hamda Saltanatxon opamiz ham birlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana yil mana shu paytlarga navaralarini besh to'ylarida ham mana shunday davralarga chiqib duo qilishlikni nasib va ro'za aylasin. Salomat bo'lsinlar. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli kechamizga, fayzli to'yxonaga yaxshi niyatlar ila qadam ranjida qilishgan aziz va muhtaram mehmonlar, kuyov to'ramizni do'stlari yu qadrdonlari, qolaversa kelin podshomizni hurmatli dugonlari, barchalaringizni bugungi ajoyib bir kechamizga xush kelibsizlar deyishga ijozat bergaysizlar. Bugun baxtli kuyov to'ramiz Sharifjon, qolaversa kelin podshomiz Zirodxonlarda bo'ladigan chiroyli bir oilaviy nikoh va baxt to'ylari munosabati bilan ko'ngilga yaqin qadrdonlar mana shunday chiroyli bir dasturxonlar atrofida yig'ilishib, albatta xursandchiliklarini birgalikda baham ko'rishyaptilar. Demak, tashrif buyurishgan aziz mehmonlar nomlaridan, san'atkor yigitlar jamoasi nomidan avvalambor fayzli xonadonga tinchlik, xotirjamlik, kuyov to'ramizni topganlarga fayz va barakatlar so'rab qolamiz. Xudo xolasa albatta yana yil farzandlarini besh to'ylarda ham qatorimizdan xato bo'lmasdan mana shunday davralarni to'ldirib o'tirishlik hammamizga nasib va ro'za aylasin. Davramizni, dasturxonimizni ochiq deb e'lon qilishga ruxsat berasizlar. Dasturxon to'la noz-ne'mat albatta sizlar uchun muntazir. Bemalol yeyishib, ichib, ko'ngildan suhbatlashib, bugungi shodiyonani kuyov to'ramiz bilan, kelin podshomiz bilan birgalikda hamda tashrif buyurishgan san'atkorlar bilan birgalikda shod-u xurramlik bilan, xursandchilik bilan o'tkazasizlar degan umiddamiz. Elimizda ardog'ida hurmatida bo'lib kelayotgan iste'dodli san'atkorimiz, o'zlarini chiroyli kuy qo'shiqlari bilan xalqimizga ma'lum va manzur bo'lib kelayotgan iste'dod sohibi Boqiy Muhammad Umar boshchilik qilguvchi bir guruh san'atkorlar bugungi jamiki aziz mehmonlarimizni bag'ol qudrat xizmatlaringizda bo'lishadilar. Shunday ekan hammalaringizga yaratgan egamdan xush kayfiyat tilab, mana shunday ajoyib bir davramizni, chiroyli bir tilaklari bilan fayzli davramizni davom ettirish maqsadida kuyov to'ramizni ajoyib bir do'stlardan bo'lishgan, kelin podshomizni albatta dugonlardan bo'lishgan hurmatli Avrorjon do'stimiz bilan Dildoraxon sinimizni davra to'g'risiga taklif qilamiz. Fayzli davralarda chiroyli tabriklari bilan davom ettirishadilar. Avvalo assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun biz do'stimiz Sharifbek va ularning yo'ldoshlari bo'lmish onlarni misol oqshomiga yaqinlashgan ekanmiz. Men o'zimga fursatdan beraman. Bularga baxt tilayman, doim baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan mehmonlar, o'zimga berilgan fursatdan foydalanib, dugonam Zirodxonga Samarqand minoralaridagi mustahkam, chinor umridek uzun umr tilayman, Shahmardon suvlaridek tiniq hayot tilayman. Doim baxtli bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, marhamat. Sahna bezaklari bilan ishtirok ettirishgan, qolaversa chiroyli bir esdalik suratlariga tushirib qo'yishayotgan va o'z qissalarini qo'shishayotgan Nurxon studiyasi bugun sizlarning xizmatingizda bo'lishyaptilar. Albatta xursandchilik onlarimiz, go'zal to'y shodiyonamiz davom etadi.
Fayzli davramizni chiroyli tabriklarda davom etsaydi, bugungi mana shunday ajoyib bir davramizda aziz mehmoni bo'lishgan. Qolaversa, Toyboshi opamiz, Olimaxon opamizni o'kil o'g'illari, ya'ni o'kil farzandlari Ahmadjon akamiz bilan birgalikda Nilfarxon kelinimizni ham taklif qilishligimizni iltimos qilishganlar. Fayzli davra to'g'risida albatta jiyanlariga atalgan chiroyli tabriklar bilan davralarda aziz mehmonlarimizni davom ettirishadilar. Ahmadjon aka marhamat, Nilfarxon kelini davramiz to'g'risida albatta sizlar uchun. Assalomu alaykum mehmonlar. Mana bugun ukamiz Sharifjon va ularning umr yo'ldoshlari bo'lmish Ziratxonlarni to'g'ri vaqt taqsimlari yig'ilganmiz. Baxtli bo'lasiz sizga, baxtli bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun biz ukam Sharifjon va kelinimiz Ziratxonlarga uzoq umr tilayman, baxtli bo'linglar. Shirin-shirin farzandlarni ko'rib, mana shu ayamlar bilan dadamlarning hurmatini qilib, xizmatlarini qilib yurishaversin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Baxtli bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Sinimiz ham birgalikda tashrif buyurishadilar. Yoshlar marhamat, davramiz albatta sizlar uchun. Assalomu alaykum. Fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Sharifjon, ularning umr yo'ldoshlari bo'lmish Ziratxonlarga uzoq umr baxt sa'odat tilaymiz. Doimo baxtli bo'ling. Ukanim Ziratxon va Sharifjon akalarga baxt tilayman, doim baxtli bo'ling. Salomat bo'linglar. Boqiy Muhammad Umarning chiroyli qo'shilari tabrikga chiqishgan aziz mehmonlarimiz uchun davra
o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamasdan qadam ranjida qilishgan. Oshna og'aylardan bo'lishgan. Albatta Qo'rg'onchidan tashrif buyurishgan. Aziz mehmonimiz Avazbek do'stimiz bilan Rustamjonni ham davra to'g'risiga taklif qilar ekanmiz. Albatta kuyov to'raga atalgan chiroyli tilaklari bilan davralari davom ettirishadilar. Avazbek, Rustamjon, marhamat, kelinglar birgalikda. 2 yoshga baxt tilayman. Sharifjon, doimo baxtli bo'ling o'rta. Baxt tilayman. Keling Rustamjon. 2 yoshga baxt tilaymiz. Baxtli bo'ling o'rta. Yaxshi kayfiyat va yoqimli ishtaha tilaymiz. O'zbek milliy taomlari mana yonlaringizga qo'yilyapti. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilaymiz. Bugungi mana shunday ajoyib bir davramizni albatta chiroyli tabriklari bilan davom ettirish maqsadida yana bir ajoyib kuyov to'ramizni do'stlaridan bo'lishgan Shavkatjon do'stimizni hamda kelin podshomizni dugonlardan Sabohatxon singlimizni taklif qilar ekanmiz. Albatta davralarda chiroyli tabriklari bilan davom ettirishadilar. Shavkatjon, Sabohatxon, marhamat, kelinglar birgalikda. Qudratxon ukamiz va Sharifjon akalarning nikoh va visol
kechasi yig'ilganmiz. O'zimga berilgan fursatdan foydalanib, opamga baxt tilayman. Doimo baxtli bo'linglar. Mana shu Yayfa shahrining eng baxtli oilalaridan biri bo'lishlarini chin qalbimdan tilayman. Guldek nozik qalbingizda muhabbat gul ochibdi. Alloh sizga birlashmoqlik nasibasini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir. Ulug'dir, buni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdi. Shunday qutlug' ayyom kunda birlashmoqda yo'lingiz, siz doimo ota-ona xizmatida bo'lingiz. E'tiborlaringiz rahmat. Bale Mavlono. Sizga ham baxt tilaymiz. Sharifjon, kelin bolam baxtli bo'linglar. Ayiz, dadangizni baxtiga sog' bo'lib yuringlar. Sizlar baxtlarga ayiz, dadangiz sog' bo'lsin. Baxtli bo'linglar, o'g'iljonlar. Bir o'zi